Ha, shunday qilib borib kelaveradi-da bu keyin. Mana shunday yuviladi gilamlar. Mana buni ko'rsatishingiz mumkin mana. Yuvilgandan sirazi effekt beriladi. Yaqinroq olamiz. Bu qo'lda yuvilgandan anchagina farqli. Mana bu kadr yuviladi. Mana yuvilmagan joyi bilan Carpax Active F7 shampunlari Turkiyadan keltirilgan. Turetskiy bo'ladi. Bular dog' ketkazadigan, multispray, dog' ketkazadigan nimasi. Bular esa atir sepiladi. Qadoqlash jarayonida atir sepilib, kelinkaga upakovka qilingan holda dastavka qilib yetkazib beramiz. Bir kundan 2 kungacha xudo xolasa olib kelib, yuvib, quritib, egasiga yetkazib berishga harakat qilamiz. ketavering. Bo'ldimi? Yaqinroq oldi. Mana shu shaklda suv chiqariladi gilamdan. Kir suvlar chiqib ketaveradi-da. Suv oqargancha, mana shu oq nima deydi? Suv, toza suv chiqqancha qayta yuvilaveradi. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Sizlar bilan yana men Sohibjon Asrorov. Mana bugun biz Samarqand viloyati Jomboy tumani Sherqo'rg'on mahallasiga kelganmiz. Mana shu yerda o'z uyida yakka tadbirkorlik qilib, o'z xonadonida mana shu gilam yuvish xizmatini xalq xizmatiga tayyorlab, mana uyda ochgan ekan. Assalomu alaykum Doston ukamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mana chaqirganida keldik. Jomboy tumani bo'yicha deyapti. Mana gilamlarni olib kelib, yuvib olib beramiz deyapti. Upakovka qilib yana shunday. Bir mana shu nimalarga bir o'zingiz tanishtirsangiz, xizmatingiz to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz, bir obzor qilsak mana shu gilam yuvish nimasini. Assalomu alaykum podpischilar, YouTube kuzatuvchilari. Biz tadbirkorlik ishini boshlaganmiz. Shu Jomboy tumani Sherqo'rg'on mahallasidamiz. Olib kelish dastavkalarimiz besplatni. 30 kilometrgacha bo'lsa shu atrofda o'zimiz turgan joydan 30 kilometrgacha bo'lgan masofada olib kelib olib berish hammasi ichida besplatni. Olib kelamiz gilamni. Chiroyli qilib mana shunday qilib turib yuviladi. Mana shu apparatimiz, rotor apparati deyiladi. 380 voltga ishlaydi. Bu hali ishlash jarayonini ham ko'rsatamiz. Bu shotkasi bor. Bu gilamni chuqur tozalaydi. Ximikatlarimiz bor. Turkiyadan keltirilgan Carpax kompaniyasining mahsulotlari bilan shampun ximikatlar bilan ishlatib, chiroyli qilib yuvib, upakovka qilib, dastavka qilib yetkazib beramiz. Hozir mana shu yerda hozir ko'rsak bo'ladimi shuni yuvish jarayonini? Albatta, yuvish jarayonini ko'rib, hozir bitta mana shu qo'shiladigan ximiyalarni bitta olsak hozir. Nimaga? Mana bilasiz, mana bu ko'rsatib turgan ximiyalar bular. Bu Carpax Active F7 shampunlari Turkiyadan keltirilgan. Turetskiy bo'ladi. Bular dog' ketkazadigan, multispray, dog' ketkazadigan nimasi. Bular esa atir sepiladi. Qadoqlash jarayonida atir sepilib, kelinkaga upakovka qilingan holda dastavka qilib yetkazib beramiz. Bir kundan 2 kungacha xudo xolasa olib kelib, yuvib, quritib, egasiga yetkazib berishga harakat qilamiz. Mana xullas kalom meni tushunishim bo'yicha 2 kun ichida olib kelinadi, yuviladi, olib borib beriladi. Shu 48 soat ichida, uzog'i bilan 48 soat ichida. Keyin yana bitta narsa 30 kilometr deyapmiz. Mana shu Doston ukamizda telegramlari bor. Bor-a Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanali ham bor. Kuzatib borishlaringiz mumkin. O'sha nomerda hozir qo'yiladigan nomerda. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasiz. Mana shu raqamlarga Telegram nimasi ham bor. Mana shu raqamlarda Telegram ham ochilgan. Xullas lokatsiyani tashlab beradi sizga. Siz o'sha lokatsiyaga 30 kilometr atrofida bo'lsangiz, besplatni va o'sha aytiladigan xizmatlar bo'ladi. Yana 40 kilometrdan turib videoda aytilgan edi deb keyin nima bo'lmasin-da, tushunmovchilik bo'lmasin, kommentariyalarda yozishi mumkin-da menga. Ko'proq bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda olib kelamiz. Undan ziyodini ham chiqsa bo'ladi. Ham olib kelamiz. Xullas kelishtirib olib kelamiz. 50 kilometr bo'lsa ham, ko'proq bo'lsa, ya narxiga kelishilgan holda olib kelamiz. Mana bizlar mana shu xizmatlarda yuramiz, mana shu nima deydi, reklama qilish jarayonida ko'pchilik hozir kunda musofirda. Bilasiz. Musofirdan turib misol uchun
o'zlari o'sha joydan turib boshqarsa ham bo'ladi. Bo'ladi, Uydagi gilamini siz olib Shunday. kelasiz, yuvasiz, olib borib berasiz, upakovka qilib, to'g'rimi? Shunday. Keyin mana shu xizmat turlari bo'lgandan keyin xizmatni pul to'lash jarayoniga keladi hamma narsa taqalib kelgandan keyin xullas naq bermasdan masofadan siz turib siz kartangizga pul tashab bersa ham bo'ladi. Naq o'tkazsa ham bo'ladi. Mana eng qiziq joylar to'lovlar har xil usulda to'lovlar bor, ha? Karta orqali to'lasa ham bo'ladi. Yana bitta narsa, mana shu boyagi ana shuni aylantirayotgan shotkasimi shu? Ha. Mana shotkasi mana shunday holatda bo'ladi. U yoqda yaxshi ko'rinmasa mana turibdi. Bu zapaskasimi bu? Ha, yo'q, buni katta xaridlarni shtatlar yo'ladiganlar bor. Palas gilamlar chiqqan hozir metrajli gilamlar. Bular miyaqkiroq. Bu mana o'zida ham ma'lum bo'lib turibdi. Bu gilamdagi bor manaqa soch bormi, nima bormi, hammasini, pitig'i bormi, hammasini yuvgan paytiga o'ziga oladi. Bir nimalar o'tgan hammasini yuvib qolsa hammasini olinadi. Chimchiskadek qilib oladi-da bu. Shunday. Bilas kalom mana shampunni sepyapti, ximikatlar sepilyapti. O'zingiz bir tushuntiring ularni. Hozir mana shunday sepiladi. Keyin bu rotor yordamida ishqalanadi. Hozir nima sepilyapti? Hozir bu yerda multispray bilan shampunning aralashmasi. O 100 litr idishga tayyorlanadi, maxsus. Keyin bunga sepiladi-da, bu apparat bilan yurg'iziladi. Bu kirni ketkizish uchun-da bu. Ha, kirni dog'ni ketkizish uchun. Shunday qilib borib kelaveradi-da bu keyin. Mana shunday yuviladi gilamlar. Buni ko'rsatishingiz mumkin mana. Yuvilgandan sirazi effekt beriladi. Yaqinroq olamiz. Bu qo'lda yuvilgandan anchagina farqli. Mana bu kadr yuviladi. Mana yuvilmagan joyi bilan ikkalasini farqini ko'rsa bo'ladi. Bundan 2 marta aylantiriladi. Bo'lar ekanda effekt beradi. O'ng taraf va chap tarafga aylantiriladi. Birinchi bosqich mana shunaqa o'ng tarafga aylanadi, keyingisida bir suvni chiqariladi, keyin chap tarafga aylanadi. Mana shu shaklda yuviladi gilam. Endi birdaniga nimalar yana yuviladi, shularni ham aytib o'tib ketaversangiz shuni birdaniga. Biz adyollar yuvish, tushunarli bo'lishi uchun mana buni ko'rdim mana. Adyollar yuvish nimasi bor? Xizmatimiz bor. Adyol, ko'rpacha yuvish xizmatimiz bor. Ichidagi paxtasi bilan yuvib, quritib yetkazib beramiz. Ana endi eng qiziq joyiga keldik. Buni kvadrati qanchadan bo'lyapti? Kvadrat metrini 12 ming so'mdan hammasi ichida, dastavkasi ichida olib kelib, yuvib, upakovka qilib yetkazib beramiz. Hozir bu yuvilgandan keyin hozir biz yuvilish jarayonigacha keldik-da. Hozir endi buni yuvib bo'lingandan keyin quritadigan mana apparatni ko'rib turibmiz. Bu sentrifuga deyiladi. Sentrifugaga siqamiz hozir buni. Ichida bo'ladigan jarayonini qilgani mana hozir soldi. Bittani soldi. Shu 90-95% quritib beradi apparat. Mana bu siqib bo'linganimi bu? Ha? Bu hozir siqib bo'lgan, ha. 95% siqib bergandan keyin buni chiqarib iladi. Chiqarib, ha, u yerda ilingan mana nimalarimiz qo'yiladigan joyi bor mana. Maxsus. Mana shu yerda sushilkamiz bor, quritilib. Bu nimasini ham ko'rsatsak bo'ladi. Misol uchun men yuvilgan palaslar gilamlarni. Mana sentrifugadan chiqqandan keyin 95-98% gacha quriydi mana. Mana bu yerda turib qancha vaqtdan keyin mana shu qop-quruq holatga keladi? Agar quyosh chiqib turgan bo'lsa 3 soatda quriydi aslida. 3 soatda upakovkaga tayyor bo'ladi. 3 soatda, lekin 4-5 soatgacha turadi. Bu adyollar ham shu yuvishga olib kelganda keraklar hozir. Ha, karcherimiz bor. Uni hozir hammasiga nima qilishga nima qilib qoldik. Mana shu adyollarni ham yuvib, karcherga qilib, karcherga yuvilib. Mana adyollargacha ko'rpachalar ham demadingiz? Ko'rpachalar hammasi yuviladi. Qolib ketmasin hammasi. Hammasi. Mana shu raqamlarga telefon qilaveramiz. Telegramdan yozamiz, ko'tara olmay qolsa, xullas narxlarni, shu gilam yuvish tushuntiring. Gruppangizni ham aytib o'ting birdan. Shu gilam yuvish nimasi bor, gruppamiz bor. O'sha nomerga yozilgan. Nimasini ham nima deydi? Ha, klientlar kelganda siz o'zingiz qo'shib qo'yaverasiz o'sha gruppaga bo'lmasa, ha?